Günde muşlaş. Muş beşvanınla pırık çırtıbıyan. Mezlik bir senin pırık çırtıbı ya. Koşnamın bağında. Olmuş ketmeyende. Mana. Oy, qo'shnim. Qo'shnim sizlar va bilan tudumlama. Keling. Qadiming. Ya, sizning o'yinning sochqanlari bizning o'yinda yo'q. Ya saçkan çıkıp kalmaydı bizning oyunda saçkan bekan çıkıdı. Yo'q, bu tumsuqlab ketdi, ama manda qilib payloqchidak. Shuni deyman. Kunni güldür qaras muşning ovozini manglaydi. Degan qaysam qozon qo'mishdim ama ovozi bor, shu boshqacha qo'shnim olib qolgandim deb chiqishyapti ha. Degan o'ylaringiz jimjitlab qolibdi-da, betarang turanglar, o'ylaringni o'g'izlarmay deyman shundami? Sizning boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Nima qilasizlar bu tepangizda qo'shningiz nima ish qilyapti, nima ish qilmayapti, bunda xotirlab yezib. Yo'q, jeb ko'ngil bo'lar ekansizlar, urug' tuqqanim bo'lgan bo'lsanglar, xil ish qilyapti. Kunduz tam qilqonmada qilib yiqib o'tiribdi-ekansizlar-da. Nima ovozni chiqyapti, nima ish bo'lyapti. Esingizda yo'q, ayotda qo'yandim, burilib, o'ng taraf kerak, burab qilqonni tanlab qolmanglar, deyman. Bizning hojatxona. O'xshamaydigan ovozni anglab qolmanglar yana. Haylanlar, men mush uyga ko'chib kelgan ya kunda davomli jangizdilar. Gıldır qaras. Ha öylerimden tabi geclerim çıkıp ketken tuğda, çıraqlarımı eslip keler. Hem benzim xotinchilikda o jidal bo'lib qoladi ekan. Ham uning bilan qaras qurus qilib, biz bu yerda bir taychonda mashq qilmayapmiz, qaylanlar. Anchaman shu bir bo'lib qoladi g'ejilish ishlar. Bu uyga shu puraqni purab chiqdingiz shundan, buningni burab ketyapti. O'tiranglar. Bilmayman qilaysizlar. Aldilar uyga chiqib o'tirib, shu bizlik puraq qilib bir hozirlanib o'tyapti. O'tiranglar. Chiqib hozir chiqaman. Mana, bayam qıtarang-taranglar. Buni o'rgandan oldingmi? Yengemdan. Qaynanglar sizlar gap tepishdan boshqa ishing yo'qmi? Burun xotin kishilarni gap topadi deydi, buda endi bizga ko'chda danglar. Shuncha ketgan usqanma gapni tepib, qaqlashlarmi? Bizni oldinglarga chiqqandan keyin biz vanaliga bir bitalni tiqib, uningdan keyin bimi danglar. Nima qo'shib, elamon chiqinglar. Shuni og'zingni jumada qarshilab qo'yib qasib bermishdan bir pishki yanglar desh. Bo'lmay. Yana. Kim etti bunu? Ben? Ya mening g'afil ishengim olmaydi. Ya endi men sizni ishontirish uchun cho'qib men tamoq etishdan burun sizni to'lab uy chiqib, seni sizga aloqa qilolmaydi. Maraz, qadlam o'xshamaydi o. Tamoq o'xshamabdimi? Nima o'xshamabdi? Bak o'xshabdi, haqiqatan bak o'xshabdi. Lekin men aytganga o'xshamabdi. Ha, bir xil. Tatliqroq qilib qo'yibdimi? Ha, buning bir karomati bor-da. Ham bu davomli bu xotin qaqtigandan ayda Nere anasının oraya ketip kalır iken değil, bir şey ketip kalır iken kaylandı. Taladın tamakını yer versek yançı kız yanken. Ançı mınca özümüz hem de bir mipen de gelmiş bunu itemlesek abi yakşamaydı kaylandı. Hem ögünüp koyduk. Yok vaxtında bir ballık olsun tamak ettir bakalım. Ya tabii guruj degende o demlerli koysa olur mu? Sey başlıkça. Namında dam. Guruj degende demlep koysam boladı. Sonra oydik çay oğandı ki. Demlep koysa. Demlep koysak boladı. Bu seynamı özden bir işi var. Ne işi var? Ha boladı. Sılma, bekat usanlık şan sıkılıp kaladığı adam. Haqqın gep tapqıça qaylanı qo'shnam nemish qilyapti, nemish qilyapti, qanda oyoq kiydi, qanda chapan kiydi deb o'tdag'icha men kutib qo'yaman. Chunki uyda beka qasam tamoq etingizlar. Mana. Ma xushbo'yninka, ma tetqisda optab qaylanlar. Elib men bir tamoq etishni unutmayman dash. Shu seypayni ekilib ko'zini tutib qo'riblam tepsi kichigin to'kab qo'ysam da tamchi gizg'amjim ekanmi? Kızartıp pişirilgan go'sht tam xurcha edi. Sizimiz ya aşı başlangıçta 6 yılını 7 yıl kılıp okuyatken böyle ekansizlar ha? To'liq o'qiyapti. To'liq o'qiyapti zaten. Mana gecelarda. Nima bo'ladi kim mago? Bo'ladi abi shu. Qilji qoldim umayga. Ha pul yo'q, menga lazım danglar bo'ldi beramiz sizga de. Shu chavuşa yo'g'am bas. Ta'lim qo'shni olgan. Chiton, chatak yo'q, chavuşa bir 5-10 ko'ylab qo'yma, yo'q ham shu. Yanglar.